Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 12-chi darsning muzokarasini qilamiz. Bugungi darsda asosliq sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun, men aytgan sizlarga yo'llagan mazmun shu. Ya'ni biz bugun tunji qilib fe'llarni tunishdik. Fe'llar. Biz hozirga qadar ismlar bilan tunishib keldik. Ya'ni ismlar haqida to'xtaldik, ammo fe'llar haqida dahi gap qilmadik. Endi biz bugun fe'llar bilan tunishdik. Endi Arab tilidagi söz, yani kelime ya isim boludu, ya fiil boludu, yoki harf boludu. Shuning uchun Arab tili grammatikasi shu narsa ustida tadqiqot olib boradi. Yani söz, yani isim, fiil, harfdan iborat turga bo'linadi. Grammatikaninki 90% shu isim, fiil, harf ustida bo'ladi. Shuning uchun sizlar shu nuqtani bo'lishinglar muhim. Unda o'z ism degan nima, fe'l degan nima, harf degan nima deganda, men darsda tushuntirgandek, ism deganimiz ma'lum ma'nini bildiradi. Lekin bu bildirgan ma'nisida vaqt uqumi yo'q. Masalan, kitobun, qalamun, baytun, masjidun desak, bu gaplarning hammasini sizlar o'rganib bo'lgan. Bu bir so'z. Ama bu sözde kitabun desek kitap deganini bildirdi. Qalamun desek qalam deganini bildirdi. Bu ma'nolarda vaqt uqumi bormi yo'qmi? Yo'q. Yani kitap desek kitap. O'tgan zamonmi, hozirgi zamonmi? Yo'q, bunda vaqt uqumi yo'q. Chunki vaqt uqumi degan nimada bo'ldi? Fe'lda bo'ldi, ish harakatda bo'ldi. Demak, bir ma'noni bildirib, shu ma'nida vaqt uqumi bo'lmasa, biz buni deb qaraymiz, ism deb qaraymiz. Fe'l degan nima deganda, fe'l deganimiz bir ma'lum ma'noni bildiradigan, bildirgan ma'nosida vaqt uqumi bo'lgan. Mayli u vaqt uqumi o'tgan zaman bo'lsin, hozirgi zaman bo'lsin, kelgusi zaman bo'lsin, vaqt uqumini bildirsa, bu fe'l bo'ladi. Ya'ni fe'l o'zi bir ma'lum harakat hodisini bildiradigan, uningda vaqt uqumi bo'lgan nima? Fe'l bo'ladi. Harf desa, harf o'zi mustaqil ma'noni ifodalab bermaydigan, ma'no ifodalab bermagan, albatta uningda nima yo'q, vaqt uqum bo'lmaydi. Mana shundaq so'zni biz deymiz, harf deymiz. Endi bu nuqtani tushungan bo'lsanglar, biz hozir kelgan qadar ismliq jumlalar tunishdik. Endi biz bu yerda mundaq bir yangi narsani so'zlashga to'g'ri keladi. Masalan, hozir ekranga chiqqan mazmun qarasanglar, haza kitabun. Bu kitob degan jumla. Qaraydigan bo'lsak, bu jumla nima bilan boshlandi? Bu jumla haza degan ismul ishora bilan boshlandi. Ya'ni ko'rsatish olmish bilan. Bu ismul ishora ismga tabar. Shunda ismul ishora dedik. Bu deb. Demak, haza kitabun degan bu jumla haza degan ism bilan boshlandi. Unda bo'lsa bu qanday jumla ekan? Biz buni ismliq jumla deymiz. Demak, ism bilan boshlangan jumla biz nima deymiz? Ismliq jumla deymiz. Ikkinchisi, biz o'rganganimiz bugun. Jalasa talibu, o'ltirdi o'quvchi. Ya'ni o'quvchi o'ltirdi degan gap. Buning boshlanishi nima bilan boshlandi? Fe'l bilanmi, ism bilanmi? Jalasa degan o'ltirdi degan fe'l bilan boshlandi. Unda bo'lsa bu fe'l bilan boshlangan ekan, bu jumla qanday jumla bo'ldi? Fe'lliq jumla bo'ldi. Mana bu nuqtadan, ya'ni jumlaningki boshlanish nuqtasi turib, jumlani ikkiga ayiramiz. Ismliq jumla va fe'lliq jumla deb. Ism bilan boshlangan jumlani ismliq jumla deymiz, fe'l bilan boshlangan jumlani fe'lliq jumla deb ataymiz. Bunda ayirganning nimaga foydasi bor deganda, bu yerda mundaq bir qoida bor. Ism bilan boshlangan jumlaga igi xabar degan tarkibni qo'yamiz. Ism bilan bir jumla boshlangan bo'lsa, buningda iga xabar, ya'ni mubtada xabar degan tarkibni qo'yamiz. Fe'l bilan boshlangan jumlaga fi'il, fa'il degan tarkibni qo'yamiz. Shunga biz tarkib qo'ymoqchi bo'lsak, bir jumlaga old bilan nima qaraymiz deganda, jumlaning boshlanishini qaraymiz. Agar jumla ism bilan boshlangan bo'lsa, kallamizga keldigani bu jumlaning mubtadasi nada, xabar nada. Bunga diqqat qilamiz. Agar jumla fe'l bilan boshlangan bo'lsa, bu jumlaning fe'l bilan boshlanibdi. Buning fa'il nada? Ya'ni bu fe'lning qilg'uvchisi nada? Bunga diqqat qilamiz. Mana bu jumlaningki ismliq va fe'lliq deb ayrishdagi foydasi shu.
Şuna cümleni biz muşu noktada durup, yani cümleningki başlanış sözüge qarab durup, ismlik cümle ve fiillik cümle deb ikkiga ayırıymiz. İsimlik cümle deganimiz isim bilan boshlangan cümle, fiillik cümle deganimiz fiil bilan boshlangan cümle. İsimlik cümlege biz mubtada xabar, yani ige xabar degan tarkibni qo'yamiz. Masalan, hada kitabun. Bu kitap. Bu cümleni qaraydigan bo'lsak, bu hada degan ism bilan boshlanibdi. Shunda bo'lsa biz buningda hada nima deymiz? Mubtada ega deymiz. Chunki bu kitobda biz buningki kitob ekanligini qanday qildik? Xabar berdik. Mubtada degan nima edi? Cümlenin igisi, yani xabar berilguchi so'z. Xabar berilguchi so'z. Bu kitap desek biz buningki kitob ekanligini qanday qildik? Xabar berdik. Bu xabar berilguchi bo'ldi. Shuning uchun biz buni mubtada deymiz. Kitabuncho xabar deymiz. Nima uchun? Xabar deganimiz xabar bergan so'z. Ya'ni buningki kitobligidan qaysi so'z xabar berdi? Kitabu degan so'z xabar berdi. Endi ikkinchi jumla qaraydigan bo'lsak, jalasa talibu. Jalasa degan fiil o'ltirdi. Buningda vaqt tuqumi bor. O'tgan zaman vaqt tuqumi bor. Bunda bo'lsa biz buningda fiilni topdik, buning fa'ilini izlaymiz. Kim o'ltiribdi? At-talibu. O'quvchi o'ltirdi. Demak, bu yerda o'ltirishdan iborat ish harakatini qilgani kim o? O'quvchi. Shunga biz bu ish harakatni bag'ochini deymiz, fa'il deymiz. Shunga bu jumla tarkib qilgan vaqtimizda jalasa fiil, at-talibuchu fa'il deymiz. Buni bilganning nimaga foydasi bor? Mushuni bilsak biz ismlarning oxirining qanday o'qilganligini bila olamiz va tarjimani to'g'ri bila olamiz. Masalan, qoida mubtada pesh o'qiladi. Ya'ni mubtada bo'lib kelgan so'zni o'qiymiz, pesh o'qiymiz. Haza kitabun degan jumlada haza nima dedik? Mubtada dedik. Bu mubtada degan pesh o'qiladi. Haza bo'lsa biz buni ilgirki darsimizda eslatgan, bu haza degan arab tilidagi o'zgarmas qatqan ism degan. O'zgarmas ism. Bu o'zgarmas ismni o'zgarmaydi, ammo biz buni pesh o'rnida deb faraz qilamiz. Kitabun xabar oldu. Xabar degan nima o'qildi? Pesh o'qildi. Shuning uchun kitabun deb nima o'qildi? Pesh o'qildi deymiz. Endi jalasa bu fiil, at-talibu fa'il. Fa'il nima o'qildi? Fa'il degan pesh o'qildi. Shunga at-talibuchu pesh o'qildi deymiz. Masalan, bu jumlada jalasa taliba desak to'g'rilamdi? Xato. Nima uchun? At-talibu fa'il pesh o'qilishi kerak. Haza kitaban desak to'g'rilamdi? Yo'q. Nima uchun? Kitabun xabar pesh o'qilishi kerak. Mana mubtada jumladagi mubtadani, xabarni, fa'ilni bilganning foydasi, uni qanday o'qiydiganligimizni bila olamiz va tarjimasiga muvofiq foydasi bor. Endi shunday qilib biz bugungi darsimizda fiillik jumla bilan tanishdik. Uningdan keyin biz fiil degan ekan, endi biz arab tilida biz beshni tortib shunda deb keldik. Ism ishoratning erligi va ayolligi va. Shuning o'xshagan fiilning er kishiga ishlatiladigan va ayol kishiga ishlatiladigan va. Er kishiga ishlatiladiganni ayol kishiga ishlatsak bo'lmaydi, ayol kishiga ishlatiladiganni er kishiga ishlatsak-chi bo'lmaydi. Bugun biz faqat ikki xil shaklni o'rgandik. Fiilning ikki xil shaklini. U qaysi desa, uchinchi shaxs o'tgan zaman uchinchi shaxs erlik birlik va ayollik birlik shaklini o'rgandik. U qaysi? Biz fiilda o'lchamgunimiz qaranglar. Boshqa fiillarni shu o'lchamga solib turib o'lchaymiz. Masalan, uchinchi shaxsningki erlik birlikning o'lchami nima? Fa'ala. Shunga fiillarni shu o'lchamda keldi. Uchinchi shaxs erlik birlik shakldagi fiilni shu o'lchamda keldi. Masalan, o'ltirdi degan fiil jalasa. Fa'ala o'lchamida. Ketdi degan fiilchi zahaba. Bundan keyin daha boshqa fiillarni o'rganamiz. Masalan, xaraja desak, xaraja. Fa'ala. Sizlar o'lchamni o'rganisizlar. Fa'alani uchinchi shaxs erlik birlik deb yodlaysizlar. Undan keyin oldingi bir fiil kelsa, bu qanchinchi shaxs erlik mo'yalliqmi buni bilmoqchi bo'lsanglar, kallangdagi shu o'lchamga qaytisizlar. Fa'alani biz nima deb o'rgandik? Uchinchi shaxs erlik birlik deb o'rgandik. Unda bo'lsa, xaraja nima ekan? Uchinchi shaxs erlik birlik ekan. Xaraja deb bir fiil uchirdim sizlarga. Bu qanday araysizlar? Yani o'lchamni yodlaysizlar. Masalan, uchinchi shaxs ayollik birlikning o'lchami nima? Fa'alat. Unda bo'lsa, xarajat desak fa'alatga tushadi ekan. Bu fa'alatni biz nima deb o'rgangan? Uchinchi shaxs ayollik birlik deb o'rgangan. Xarajatni uchinchi shaxs ayollik birlik ekan deb mushu bo'yicha fiillarni tunuymiz. Demak, biz bugungi darsimizda fiilningki o'tgan zaman uchinchi shaxs erlik birlik va ayollik birlikning o'lchami o'rgandik. U qaysi? Fa'ala
ve fa'alet. Mesela o'g'il o'quvchi o'ltadi demoqchi bo'lsak, jalasat talibu. Jalasat talibu o'g'il o'quvchi o'ltadi. Buni fa'ala o'lchamda. Qiz o'quvchi o'ltadi demoqchi bo'lsak-chi, fa'alat o'lchamida jalasat kelamiz. Jalasati talibatu. Bu fa'alat oxirisini nima qilgan? Sukun qilgan. Endi bu jalasat sukun qildi, ammo keyinda at-talibatu deb kelgan vaqtda jalasatid deb nima qildik? Zir qildik desak, sukun bunda fe'lda, mush uchinchi shaxs ayollikninki sukun qilgan mushu ta'si keyindan elif lamlik ism kelib qolsa, bu elif lam degan qo'shab o'qishni talab qiladi. Bu vaqtda biz bunga zir harakat berib qo'shab o'qiymiz. Jalasat nima bo'ladi? Jalasatid talibatu bo'ladi deymiz. Mana mushu. Bugungi darsimizdagi birinchi mazmun mushu. Demak, fe'lning o'tgan zaman uchinchi shaxs aylik birlikning o'lchami u qaysi? Fa'ala, jalasa deganga o'xshagan, xaraja deganga o'xshagan. Uchinchi shaxs ayollik birlikning o'lchami qaysi? Fa'alat, jalasat, xarajat deganga o'xshagan. Ikki o'lcham degandik. Uningdan keyin biz ilgirki soatlik darslarimizda ismul mavsul, ya'ni nisbiy almashda bir narsani so'zladik. Nisbiy almash. Ya'ni g'anqan, gankan, diki ma'ni ifodalaydigan nisbiy almashni so'zladik. Biz o'tgan soatlik darsimizda buning erlik birlik shaklini o'rgangan. U qaysi? Allazi. Masalan, at-talibul ladzi kharaja chiqqan o'quvchi. Demak, bu yerdagi allazi nim bo'ldi? Erlik birlik ishlatdik. Endi biz bugungi darsimizda mushuning o'xshash qizlarga, ayollarga ishlatilganini o'rgandik. U qaysi? Allati. Shu at-talibatu allati kharajat deymiz. Fe'lmi qanday keldi? Kharajat. Fa'alat o'lchimida keldi. Chunki at-taliba ayol bo'lganligi uchun. Mushu bo'yicha. Demak, allazi bu nisbiy almash, erlik birlik, g'anqan, diki ma'nolari va allati ayollik shakli, ayollik birlik, g'anqan, diki ma'nosi bor. Shunga at-talibu allazi kharaja al-ana min al-fasl. Ayolliqi at-talibatu allati kharajat al-ana min al-fasl. Mushu bo'yicha ishlatamiz. Bugungi darsimizning asosliq grammatikaları mushu. Bugungi darsimizning asosliq grammatikaları mushu. Undan boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'sanglar javob beraman. Undan boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lsangiz javob beraman. Bugungi darsimizning asosliq mazmuni shu. Boshqa tushunmagan mazmunlar bormi arkadaşlar? Agar boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, bugungi darsimizning asosiy mazmuni shu. Biz muzokaramizni mush yerda oyoqlashtiramiz. Endi biz inshaalloh bizning ayatilik darsimiz 13-dars. Bu 3 bo'lakka bo'lingan dars. Shu bir darsning ichida 3 bo'lak bor. Alif deb bir bo'lak berilgan, ba deb bir bo'lak berilgan, jim deb bir bo'lak berilgan. Biz bu 3 bo'lakni 3 kunda o'qiymiz. Men ayata 13-darsni biroqlam shu bir dars o'qachqa parchalamay shu bir dars tutib yo'llayman. Amma sizlar alif bo'lakini bir kunda, ba bo'lakini ikkinchi kunisi, ya'ni payshanba kuni, jim bo'lakini juma kuni kunisizlar. Shuning uchun biz ayat darsni taqdimiz. Undan keyin bir haftalik dars shu bo'ladi. Buni to'ptama askartma hozir nahmadan tashlab qo'yishdan buni bilib qo'yinglar. Tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'ranglar, agar bo'lmasa bizning muzokaramiz mush yergacha. Unda bo'lsa arkadaşlar boshqa tushunmagan mazmun yo'q o'xshaydi. Unda bo'lsa arkadaşlar biz kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.